ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi obyektimiz Do'muraboddagi. Xudo xolasa ishimizga bitta baho beringlar. Kam ko'st bo'lsa aytib ketinglar kommentariyada. Родительский спальня. Bitta kravatga joy tashab etilgan. Mana detskimizda bitta shkaf bo'ladi, uni ham joy tashab etilgan. Bitta parta bo'ladi. Parta o'shaning uchun mana shunaqa pastroq qo'yib, kichkina uzunroq qo'yib qilib berganmiz. Dizaynerskiy proyekt asosida вот detskiy yana bitta kichkina. Qo'shinglar mumkin. Bitta shkafga joy tashab etilgan. Bitta hammasi idealniy cho'tki, temporli lentalar. Kimga bitta baho beringlar. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitkazib beramiz. Rahmat.